Yalindim, akalar olib ketinglar mani dedim. Asr namoziga yaqin masjidga bordim. Ko'zim bir odamga tushdi. Yoshi ulug', qo'lida olma. Bu inson ko'chada tunayotganini, uyi yo'qligini, yolg'iz qolganini yig'lab so'zladi va oilasiga kelganda esa dodlab yig'lab yubordi. Faqat yagona o'zingizsiz. O'zingiz yolg'iz qolgansiz. Yig'lamang. Mana shu telefonni oling inshaalloh sizga. Azizlar, Alloh uni masjid yonida bizga uchratdi. Bejiz emas, endi o'ylab ko'ring, Allohni yuborgan bandasiga yordam berish imkoniyati qo'lingizda turganda, jim o'tib keta olasizmi? Ko'chalarda o'ligim qolib ketmasa deb yig'layman, kechalari o'ylanaman. Mana shu yerlarda bir turistlar yotibman qilib. Menga uylar nasib qilarmikin? Qancha yashayman, qancha yo'q umrim bilmayman. Yog'ida yeyman, yog'ida yemayman. O'sha yerda shopirlar yalinib bordim, jamiyatlar menga. Bilganlar menga rahmi kelib, bu non berishadi, boshqa berishadi. Men uyalaman olgani. Mana yalindim, akalar olib ketinglar mani dedim. Kelinglar, bir inson uchun uy olib beraylik, yangi hayot sovg'a qilaylik, jannatdan qasr qurib qo'yaylik. Hushingizdan ketganingizda insonlar nima deb o'ylaydi? Ichib olganini İçib olgan mast deb o'ylaydi. Hattoki meni pulimgacha, telefonlarimgacha olib ketgan paytlari bo'lgan. O'zim bilmayman nima bo'lyapti, hamma yo'q kishilarnikida. Tishlarim to'kilib ketgan. Bitta tishim qolmagan, ularda hammasini davlat bepul qo'yib qo'ygan tishlarim. Alloh ko'rguchi, Alloh bilguchi, biz esa sababchi xolos. Sabr bergin menga. Allohim sabr bergin Xudo. Sizdan shu narsalarni iltimos qilib qolaman. Videoni storiyangizga joylang, eng yaqin do'stlaringizga yuboring, videoga like bosing, izoh qoldiring. Imkoningiz yetguncha ihson qiling. Agar shu ishlarni qilsak, ularga yangi uy olib beramiz. Men sizga ishonaman, bu insonni ham uyli qilamiz. Alloh rozi bo'lsin.